Kehf suresi Mekke'de nazil bolgan. Cemi 110 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Cemi hamdu sana Allah'a xasdır ki, Allah insanlarni öz tarafidan bolgan qattiq azapdan agahlandırış üçün, yaxshi amallarni qilgan mo'minlarga obdan mukofot, ya'ni jannat berdiganligi bilan xushxabar berish uchun bandisi, ya'ni payg'ambar Muhammadga to'g'ri, hech qanday qing'irlik, ya'ni ixtilof, ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nozil qildi. Ular, ya'ni yaxshi amallarni qilgan mo'minlar jannatda mangu qoladi. Allohning bolasi bor deguchilarni ogohlantirdi. Ular va ularning ota-bovlari bu bo'xtonlarda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ularning og'izlaridan chiqqan so'z nima degan cho'ng. Ular faqat yolg'onni aytadi. Agar ular Qur'onga iymon etmasa, afsuslanib, ularning iymondan yuz o'rganligidan o'zingni halok qilib etishing mumkin. İnsanlarning qaysisining amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun biz haqiqatan yer yuzidagi shaylarning hammasini yer yuzining zinnati qildik. Biz cho'qim yer yuzidagi daldarax, tog' va bino qatorliq narsalarning hammasini yo'q qilib, yer yuzini tub-tuz bayovonga aylantiramiz. Ashabul Kahfni va Raqim, ya'ni Ashabul Kahfning ismlari yozilgan taxtini bizning qudratimizni ko'rsatib bergan alomatlarimiz ichidagi eng hayron qolarligi deb qaradingmi? O'z vaqtida bir qancha yigit g'arni panoh joy qilib oldi. Ular Parvardigorimiz bizga rahim g'azinlaringdan ato qilgin, bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquchilardan qilgin dedi. Ularni biz g'arda uzun yillar uxultib qo'ydik. Andin ikki guruh, ya'ni Ashabul Kahf ichidagi qanchalik uxulganliklari haqida ixtilof qilishgan ikki guruhdan qaysisining g'arda qanchalik uzoq turishganlarini inchga hisoblaydiganligini sinash uchun ularni o'yg'atdik. Biz sana ularning hikoyasini rostligi bilan aytib beramiz. Ular haqiqatan Parvardigoriga iymon etgan, biz hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. Ularning dillarini, ya'ni irodasini mustahkam qildik. O'z vaqtida ular iymonsiz zolim podshoh oldida dast turib aytdi. Bizning Parvardigorimiz osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Biz uni qo'yib, hargizmi boshqa ilohga ibodat qilmaymiz. Agar biz Allohning sheriki bor deydigan bo'lsak, bu chaqda haqiqatan to'limi jiroqlashgan bo'lamiz. Bizning qavmimiz Allohni qo'yib butlarni iloh qilib oldi. Ular o'zlarining ilohlarga ibodat qilishga tegishli ekanligiga nemishqa aniq dalil keltirmaydi. Allohga yolg'onni chaplagan odamdanmi zolim kim bor? Ey yigitlar, sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qildigan butlardan ayrilgan ekansizlar, g'arni panoh joy qilinglar. Parvardigoringlar sizlarga keng rahmat qiladi. Allah sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib beradi. Kun chiqqan chaqda ularning g'arning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun patgan chaqda ularning g'arning shimoli tarafiga o'tib ketganligini ko'rsan. Ya'ni g'arning ishiga shimol tarafda bo'lganligidan kunning nuri g'arning ikki tarafiga tushib turdi. Allah ularni hurmatlaganlikdan kun chiqqandimi, patqandimi, uning nuri ularning ustiga tushmaydi. Ular bo'lsa g'arning o'ttirsidagi bo'shliqdadir. Bu Allohning qudratini ko'rsatib beradigan alomatlardandir. Kimniki Allah hidoyat qiladi ekan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Allah ozdirdi ekan, uningga yo'l ko'rsatguchi do'stni hargiz topolmaysan. Mubada ularni ko'rdigan bo'lsang, ko'zlarining ochiqligi va o'rilib turdiganlikdan ularni o'yg'oq deb o'ylaysan. Halbuki ular uyqudadir. Ularni biz o'ng va so'l tarafga o'rib turamiz. Ularning eti g'arning bo'sog'isida 2 futini so'zib yotadi. Agar ularni ko'rdigan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib, yuz o'rib cho'qim qochgan bo'larding. Ularni uxlatganimizdek g'arda qanchalik turganliklarini o'zaro so'rashsin deb o'limga o'xshash uzoq uyqudan ularni uyg'otdik. Ularning biri bu g'arda qancha uzun turdinglar dedi.
Ular bir kun yoki bir kundimi oz turdiq deyishdi. Ularning ba'zisi dediki, qancha uzoq turganliklarini Parvardigoringlar obdan biladi. Buni surishtirishning foydasi yo'q. Biz hozir och. Biringlarni buyuringlar. Bu tangilarni shaharga ilib berib, kimning tomiqi eng pokiz bo'lsa, uningdan sizlarga setib ilib kelsin. U shaharga kirishda va tomoq setib olishda ehtiyot qilsin. Sizlarni hech kishiga to'ydirmasin. Agar shahardagi kishilar sizlarni tutib olsa, sizlarni chalma-kesak qilib o'ltirdi yoki sizlarni o'zlarining diniga kirishga majburlaydi. Bundaqda hargizmo maqsadinglarga erisha olmaysizlar. Ularni uxlatib qo'yganimizdek kishilarga Allohning qayta tirildirish to'g'risidagi va'dasining haqliqini va qiyomatning bo'ldiganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. Öz vaqtida ular Ashabul Kahfning ishi ustida datalash qilishdi. Ba'zi kishilar ularning yeniga hech kishining kirmasligi uchun Ashabul Kahfning atrofiga, ya'ni g'arning ishiga bir tom etinglar dedi. Allah Ashabul Kahfning ahvolini hammadan obdan biladi. Gepi o'tadigan boshqalar, ya'ni podshoh va shahar kotiboshlari g'arning atrofiga, ya'ni g'arning ishiga oldiga albatta bir masjid salayli dedi. Ular, ya'ni payg'ambar alayhissalomning zamonidagi nasoralar, ular, ya'ni Ashabul Kahf 3 bo'lib, 4-si ularning etidir deydi. Ba'zilar ular 5 bo'lib, 6-si ularning etidir deydi. Bu butunlay asossiz, qarisiga aytilgan so'zdir. Ya'ni ba'zilar ular 7 bo'lib, 8-si ularning etidir deydi. Aytqinki, ularning sonini Parvardigorim obdan biladi. Undan boshqa ozg'ina kishilar biladi. Ular to'g'risida nasoralar bilan faqat yuzagina munozirlashgan. Ya'ni bu haqda munozirlashuvchilarni tasdiqmi qilmaydigan, yolg'onga chiqarmaydigan darajada munozirlashgan. Ularning hech biridan Ashabul Kahf qissasini so'ramagan. Sen bir ishni qilmoqchi bo'lsang, ana shu ishni cho'qim qilaman demay, Xudo xolisa degan so'zni qo'shib degin. Ya'ni Xudo xolisa qilaman degin. Xudo xolisa degan so'zni unutib qolsang, Parvardigoringni tilga olgin. Ya'ni Xudo xolisani esingga kelganda aytqin. Hamda Parvardigorimning meni buningdanmi yaqin to'g'ri yo'lga boshlashini, ya'ni dinim, dunyoyimda meni eng durust ishlarga muvaffaq qilishini umid qilaman degin. Ular, ya'ni Ashabul Kahf o'z g'arida 309 yil turdi. Aytqanki, ularning turgan vaqtini Allah obdan biladi. Osmonlardagi, zimindagi g'ayibni bilish Allohga xosdir. Allohning ko'rishi nima degan mukammal. Allohning anglishi nima degan mukammal. Ularga Allohdan bilak hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Allah o'z hukmida hech kishini sherik qilmaydi. Ey Muhammad, sen Parvardigoringning kitobidan sana vahiy qilinganini o'qigin. Allohning so'zlarini hech kishi o'zgartirmaydi. Sen hargizmo Allohdan bilak iltijogoh topolmaysan. Sen Parvardigoringning roziligini tilab, atigan oqshomda uningga ibodat qiladiganlar bilan savrchan bo'lgan holda billa bo'lgin. Hayati dunyoning zibu zinnatini deb ularni ko'zga ilmay qolmag'in. Biz dilini zikrimizdan g'aflatda qoldirgan, nafsi xohishga agashgan, davomliq oshqunlik qildigan odamga agashmagin. Ey Muhammad, bu haq Qur'on Parvardigoringlar tarafidan nozil bo'ladi. Xalqan odam iymon etsin, xalqan odam kofir bo'lsin degin. Biz haqiqatan kofirlar uchun tutun pardalari ularni o'rib oladigan o'tni tayyorladik. Ular tashnalikdan suv talab qilsa, ularga madan eritmasiga o'xshash yuzlarni ko'ydirib etadigan nihoyatda qiziq suv berildi. Bu nima degan yomon sharob? Jahannam nima degan yomon joy? İman aytgan va yaxshi amallarni qilganlarga keladigan bo'lsak, biz ularning qilgan yaxshi amallarining savobini haqiqatan yo'q chiqarib etmaymiz. Ana shular ostidan o'stanglar eqib turadigan, ular doim turadigan jannatlardan bahramand bo'ladi.
Cennetde ular altın bilezüklerini salıdı. Nepiz ve qilin ipekten işlengen yeşil kiyimlerini giydi. Altın ve esil rəxlər bilen qaplanğan taxtlarga yulinib o'ltirdi. Bu nima degan yaxshi mukofot? Jannat nima degan go'zal joy? Ularga mundaq biri mo'min, biri kofir bo'lgan ikki odamni misol qilib keltirgin. Ularning biriga, ya'ni kofirga biz atrofi xo'rmizorliq, ikki bog'ning o'tirisi ekinzorliq bo'lgan talliq ikki bog' ato qildik. Her işkilsi kem küçsiz, tuluq meyve berdiğen bağlar bulup, ularının arasıdan ekip turduğan östağını berpa kıldık. O, yani bağ ilgisi nurgun mal mülükке ilgi idi. O biradiriga pəxirlinib, mən səndin bay, adamlarım, yani xizmetçilerim, balalarım, yardımçılarım seninkidən köp, dedi. O, mömin buradirni yetlab beg'iga kirib, kufrlik qilish bilan o'ziga zulm qilgan holda aytdi. Bu bog' mangu yo'qolmaydi deb o'ylayman. Shuningdek qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar men Parvardigorimga qaytarilgandimi, ya'ni qiyomat bo'lgandimi, albatta bu bog'dan yaxshiroq joyni topaman. Uningga mömin buradiri munozirlashgan holda aytdi. Seni aslida tuproqdan, andin abi ma'nidan yaratib, andin seni ravrus inson qilgan zotni inkor qilamsan. Lekin men Parvardigorim bo'lgan u Allohni e'tirof qilaman. Parvardigorimga hech ahadini sherik keltirmayman. Sen beg'inga kirgan chig'ingda Allohning xolig'ini bo'ladi. Allohning yordami bo'lmasa, qo'limdan hech ish kelmaydi desangchi. Senin qarışınca mening melim ve evladım seningdan az bolsumu, ümid ki Parvardigorim manga sening beg'ingdan yaxshiroq narsa ato qilg'ay. Beg'inga osmondan bir ofat yuzlantirish bilan beg'ing tüp-tuz qaqas yerga aylanib qolg'ay. Yoki uning suyi singib ketib, uni izlash, ya'ni asliga keltirish sening qo'lingdan kelmagay. Uning mevalari, ya'ni beg'i vayron bo'ldi. Üzüm bidişleri yerge yıkıldı. O bakı sarıp kılgan çıkımlarga hasret çekip işki alqınını uvulğıl turdu. Hem de o men Parvardigorimga hiç ahadini şerik keltirmisemço dedi. Onunğa Allah'tan başka yardım kıldıgan, yani onundan bu balani dəpi kıldıgan hiç camaat olmadı. Özgüm özü yardım kılalmadı. Bu yerde, yani mundaq holatda madadkor bo'lish faqat barhaq Allohga xosdir. Allah o'ziga iymon etquchilarga dunyo va oxiratda yaxshi mukofot berguchidir. Uningga yo'langan va uni umid qilganlarning oqibatini yaxshi qilguchidir. Ey Muhammad, ularga, yani kishilarga dunyo tirikchiligi haqida mundaq misolni keltirgin. O şununğa o'xshaydi ki biz osmondan yağmur yağdırdık. Şu suv bilan zaminning o'simliklari bir-biriga chirmishib buluq o'sdi. Keyin u qurib to'kildi. Shamollar uni taraf-tarafga uchirib ketdi. Allah har narsaga qodirdir. Mallar va bolalar dunyo tirikchiligining zinnatidir. Baqi qoldigan yaxshi amallarning savobi Parvardigoringning nazarida texmi yaxshidir. Ümid texmi cho'ngdir. O kunda, yani qiyomat kunida biz tog'larni yo'q qilamiz. Zaminni ochiq tüp-tuz ko'rsan, yani uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Ularni, yani insonlarni mahshargohga yig'imiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. Ular, yani jami xaloyiq sap-sap bo'lishib Parvardigoringga to'g'rilandi. Kafirlarga, sizlar bizning oldimizga, sizlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda malsiz, balisiz, yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chog'ni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar deymiz. Kishilarning nomi amali o'tirg'i qo'yildi. Gunohkorlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rsan, ular voy bizga bu nomi amalga cho'ng kichik gunohning hammasi xotirlanibdi deydi. Ular qilgan etganlarining hammasini nomi amaliga xotirlaganligini ko'rdi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi.
O'z vaqtida biz farishtalarga, odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis jinlardan edi. Shunga u sajda qilmaganlikdan Parvardigorning itoatidan chiqdi. Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar. Halbuki ular sizlarga dushmandir. İblis zolimlar uchun nima degan yomon badal. Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon. Ular, ya'ni shaytonlarga osmonlarning va zaminning yoritilishini, ularning o'zlarining yoritilishini ko'rsatkim yo'q. Ya'ni mazkurlarni xalq etgan chig'imda ularni hozir qilganim yo'q. Kishilarni ozdirg'uvchilarni yordamchi qilganimmi yo'q. Shu kunda Alloh ularga aytdi: "Sizlar mening sheriklarim deb o'ylaganinglarni chaqiringlar." Ular chaqirdi. Lekin ularning sheriklari javob bera olmaydi. Biz ularning orasida ular o'talmaydigan halokatlik joyni paydo qildik. Gunohkorlar do'zaxni ko'rib, uningga kirdiganligiga jazm qiladi. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi. Bu Qur'onda insonlarga turli misollarni bayon qildik. Inson ko'p datalash qiladi. Ya'ni ko'p jidallashish insonning tabiatidir. İnsanlarga hidoyat kelgan chaqda ularning iymon etmasliklari va Parvardigordan mag'firat talab qilmasliklari faqat Allohning burunqilarga tutgan yo'lini, ya'ni halok qilishni kutadiganliklari yoki o'zlariga keladigan azobni ko'zlari bilan ko'rishni kutadiganliklari uchundir. Biz payg'ambarlarni faqat iymon etquchilarga xushxabar berguchi, osiylik qilg'uvchilarni ogohlantirguchi qilib avatimiz. Kafirlar payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatni yo'qqa chiqarish uchun behuda so'zlarni qilib munozirlashidi. Ular mening oyatlarimni va ularga berilgan ogohlantirishlarni masxara, ya'ni o'yinchoq qilib oldi. Parvardigorning oyatlari bilan pand nasihat qilingan, u oyatlardan yuz o'rgan va o'zining qilgan gunohlarini unutgan kishidanmi zolim kishi bormi? Shubhisizki biz ularning dillariga Qur'onni tushunishga to'sqinlik qiladigan pardalarni tortdik. Quloqlarini eg'ir qildik. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsang, ular hargiz hidoyat topmaydi. Ya'ni ularni iymonga, Qur'onga da'vat qilsang, ular da'vatingni hargiz qabul qilmaydi. Parvardigoring nihoyatda mag'firat qilg'uchidir va rahim qilg'uchidir. Agar Alloh ularni qilmishiga qarab jazolaydigan bo'lsa, albatta ularga qilinadigan azobni tezlatgan bo'ladi. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. U vaqt kelganda ular Allohdan bo'lak hech panogoh topolmaydi. Shu shaharlarning aholilari, ya'ni Hud, Salih, Lut, Shuayb payg'ambarlarning qavmlariga o'xshash o'tganki ummatlar zulm qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ularning halok bo'lishiga muayyan vaqtni belgiladik. O'z vaqtida Musa yosh xodimiga, ya'ni Yusha ibn Nunga, ikki daryoning qo'shiladigan joyga yetmagicha menishimni to'xtatmayman. Shu joyga yetganga qadar uzoqqicha mengayveraman dedi. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyiga yetib borganda beliqni unutib qoldi. Beliq daryoga yo'l ilib kirib ketdi. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyidan o'tganda Musa yosh xodimiga "Atiganlik tamoqimizni ilib kelgin. Bu safarimizda haqiqatan charchab ketdik" dedi. Yosh xodim, biz cho'ng tosh ostida aram elayotganda yuz bergan ishdan, ya'ni pishirilgan beliqning tirilib, sevatdan sakrab chiqib daryoga kirib ketganligidan iborat qiziq ishdan xabaring bormi? Men rastli beliqni unutibdiman. Beliqning ajoyib voqeasini sana aytishni faqat shayton menga unutildiribdi. Beliq daryoga ajoyib yo'l olgan edi, dedi. Musa, bizning izlaydiganimiz dal mushu edi, dedi-da, ikkisi kelgan izi bo'yicha kayniga yenishdi. U ikkisi beliqni unutgan cho'ng toshning yonida bizning bandalarimizdan cho'ng marhamatimizga erishgan va bizning o'zimizga xos ilmimizni, ya'ni ilmiy g'aybni biz bildirgan bir bandini, ya'ni Xizr alayhissalomni uchratdi. Musa uningga:
Allah sana bildirgan to'g'ri ilmni menga o'rgatishing uchun sana agishaymi, ya'ni so'kbitingda bo'laymi, dedi. U aytdi: "Sen men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan. Sen cho'nqur tunib yetmagan, ya'ni qarmoqqa yomon, ammo mahoyatini sen tushunmagan ishqa qandoqmi sabr taqat qilib tura olaysan?" Musa aytdi: "Allah xolisa meni sabr qilg'uchi ko'rsan, sening buyrug'ingga xiloflik qilmayman." Xizr aytdi: "Agar sen menga agatsang, yo'liqqan ish to'g'risida men uni sana so'zlab bergicha uningdan so'rma. Ya'ni o'zim so'zlab bermigicha qilgan ishlarimdan so'rma." Shuning bilan u ikkisi birlikda mengib kelib bir kemaga chiqishdi. Xizr kemini teshivatdi. Ya'ni kemining bir taxtasini sug'urib Musa uningga: "Kemidagilarni g'arq bo'lib ketsin deb kemini tashdingmi? Sen haqiqatan qo'rqinchli cho'ng bir ishni qilding", dedi. Xizr: "Sen haqiqatan men bilan birga bo'lishda sabr taqat qilib tura olmaysan demadimmi?" dedi. Musa aytdi: "Ahdini unutib qolganligimga meni ayblama. Sen bilan birga bo'lishda meni qiyin holga tushirib qo'yma." U ikkisi yana birlikda mangdi. Ular bir balını uchratdi. Xizr uni o'ltirib qo'ydi. Musa: "Sen bir begunoh jonni nohaq o'ltirding. Sen haqiqatan yovuz ishni qilding." Xizr aytdi: "Sana men haqiqatan men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan demadimmi?" Musa aytdi: "Buningdan keyin yana sendan biror ish to'g'riliq so'rasam, ya'ni qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga hamroh qilmag'in. Sana bergan va'damga 3 qitim xiloflik qilganligim uchun mening oldimda menga hamroh bo'lmaslikqa ma'zursan." U ikkisi yana birga mengib bir shaharga yetib keldi. Shahar aholisidan tomoq so'rdi. Shahar aholisi ularni mehmon qilishdan bosh tortdi. Ular bu shaharda o'rilib tushay deb qolgan bir tomni uchratdi. Tuzlab qo'ydi. Musa aytdi: "Agar xohlasang bu ish uchun albatta ish haqqi olgan bo'larding." Xizr aytdi: "Bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz. Sen sabr taqat qilib tura olmagan yuqorqi 3 ishning haqiqatini sana tushuntirib beray." Kemiga kelsak, u dengizda ishlaydigan bir qancha nafar kambag'alning kemisi edi. Men uni teshib ayibnaq qilmoqchi bo'ldim. Chunki ularning oldida, ya'ni bordigan yo'llarida har qanday saq kemini egisidan zo'rliq bilan tortib oladigan bir podshoh bor edi. O'ltirilgan bolaga kelsak, uning ota-onasi mo'min edi. Uning gumrohlik bilan kufrini ota-onasiga tengishdan qo'rqdik. Shuning uchun biz ularning Parvardigorning ularga u bolaga qaraganda pok va kuyimlik farzand ato qilishini iroda qildik. Tomga kelsak, u shahardagi 2 yetim bolaning edi. Tom ostida ularning haqqi bo'lgan xazinasi bor edi. Tom o'rilib ketsa, xazinasi ichilib qilib kishilar uni elib ketadi. Ularning ota-onasi yaxshi odam edi. Parvardigoring ularning cho'ng bo'lganda tom ostidagi xazinasini chiqarib olishini iroda qildi. Bu Parvardigoringning ularga qilgan rahmatidir. Uni, ya'ni yuqorqi 3 ishni men o'z xohishim bo'yicha qilganim yo'q, balki uni Allohning amri va ilhomi bilan qildim. Sen sabr taqat qilib tura olmagan narsalarning haqiqati ana shu. Ular, ya'ni Yahudilar sendan Zulqarnayn to'g'riliq so'rashidi. Sizlarga men uning qissasini vahiy asosida bayon qilaman degan. Uningga biz zaminda haqiqatan kuch-qudrat ato qildik. Uningga o'z maqsadiga yetishining butun yo'llarini osonlashtirib berdik. Zulqarnayn Allah uningga osonlashtirib bergan yo'lga mangdi. U kun bitish tarafga yetib borganda, kunning qarilayliq buloqqa petib ketayotganligini his qildi. U buloqning yinida bir turli qavmni uchratdi. Biz: "Ey Zulqarnayn, sen ularni jazolig'in yoki ularga yaxshi muomilada bo'lg'in" dedik. Zulqarnayn aytdi: "Kimki zulm qilgan bo'lsa, biz uni jazolaymiz." Ondan u Parvardigorning dargohiga qaytarildi. Parvardigor uni qattiq jazolaydi. Kimki iymon etsa va yaxshi amal qilsa, uningga eng yaxshi mukofot berildi. Uni qulay ishga buyuruymiz. Ondan Zulqarnayn Allah uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi.
Zulqarnayn kun chiqish tarafga borganda, kun nurining shundoq bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdiki, u qavmga biz kunning haroratidan saqlanadigan kiyim, imorat qatorliq narsalarni ato qilmadik. Ahvol shundoq bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga kun petish tarafdagi kishilarga qilgan muomalani qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. Ondan o Allah onunğa qolaylık qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn ikki tog' orasiga yetib borganda, ikki tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilni bilmaydigan bir qavmni uchratdi. Ular: "Ey Zulqarnayn, Yajuj bilan Majuj yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qilguvchilardir. Biz bilan ularning orasiga bir to'sma silib berishing uchun sana bir qism melimizni bojga o'xshash to'lasak bo'lamdi", dedi. Zulqarnayn aytdi: "Allohning menga bergan narsalari, ya'ni kuch-quvvat va podshohlik sizlarning menga beradigan melinglardan ortiqdir. Menga odam kuchi yordam qilinglar. Ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma silib beray. Menga temir parchalarini ilib kelinglar. Temir parchalari dövülünüb, ikki tog'ning orasi takshi bo'lganda ko'vriklarni besinglar. Temir parchalari qizib o'tdak bo'lganda, u menga ertilgan misni beringlar, ustiga to'kay", dedi. Ular, ya'ni Yajuj Majuj uning ustiga chiqishqimi, uni teshishgimi qodir bo'lolmadi. Zulqarnayn aytdi: "Bu, ya'ni to'smaning barpo qilinishi Parvardigorimning ne'matidir. Parvardigorimning va'dasi ishga oshganda, u uni tub-tuz qilib o'tadi. Parvardigorimning va'dasi haqdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida qistongchilikdan kishilarni bir-biriga giralashtirib etamiz. Sur chilindi. Ularni hisob uchun yig'imiz. O kunda kafirlarga jahannamni oshkora ko'rsatamiz. Ularning bu dunyodagi chog'larida dillarining ko'zlari meni yod qilishdan pardalangan edi. Ularning dillarini zulmat bosganligi uchun kalomullohni anglashga qodir emas edi. Kafirlar meni qo'yib bandilarimni ma'bud qilib olishsa bo'ladi deb o'ylamdi. Biz jahannamni kafirlarga haqiqatan manzilgoh qilib tayyorladik. Sizlarga amallari jihatdan eng ziyon tortquchilarni aytib beraylikmi? Ular hayoti dunyoda qilgan amallari yo'qqa chiqqan, ammo o'zlari obdan ish qildik deb o'ylagan odamlardir. Ana shular Parvardigorning oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni inkor qilgan. Natijada qilgan amallari bekor bo'lib ketgan kishilardir. Qiyomat kuni ularni, ya'ni mundaq kishilarni qilcha e'tiborga olmaymiz. Kafir bo'lganliklari, mening oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxara qilganliklari uchun ularning jazosi jahannamdir. Shubhisizki, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning manzilgohi Firdavs jannatlari bo'ladi. Ular Firdavs jannatlarida mangu qoladi. Uningdan yo'tkilishni xohlamaydi. Aytqinki, Parvardigorimning so'zlarini yozish uchun agar dengiz suyi siyoh bo'lib ketsa, Parvardigorimning so'zlari tugmay turib, dengiz suyi cho'qim tugab ketgan bo'ladi. Mubodo, ya'ni shunchalik dengiz suyini keltirsakmi? Ey Muhammad, aytqinki, men faqat sizlarga o'xshash bir insonman. Menga vahiy qilinudiki, sizlarning ilohinglar yolg'iz bir ilohdir. Kimki Parvardigorga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, savobini umid qilib, azobidan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin, Parvardigorga qildigan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin.